Assalomu alaykum hurmatli go'zal opa-singillarim. Bugun sizlar bilan 2 kunlik yeydigan taomimiz, ya'ni ozish jarayonida 2 kunlik ratsionni tayyorlab qo'yamiz. Bizaga 2 osh qoshiq chiyaga 100 gram sut solamiz. Bu 2 kunlik nonushta uchun va buni 4 soatga uvitib olib qo'yasiz. Uvib ishib chiqadi. Xolodilnikka qo'yib qo'yasiz. Buni orasida obetimni tayyorlab oldim. Obedga tayyorlash uchun 2 osh qoshiq zaytun yog'i va 2 osh qoshiq limon suvi, zig'ir urug'ini maydalangani murch soldim va ustidan ketma-ketlikda shunaqa bodring, pomidor, piyoz soldim. Siz xohlagan sabzavotlaringizdan foydalansangiz bo'ladi va donli mahsulot, men arpa yo'rmasi soldim. Xohlasangiz grechka, no'xat, fasol solsangiz bo'ladi pishirib olib va zaytun mevasidan foydalandim va tuxum qaynatib solib va ustiga ko'katlarni qo'yib, mana 2 kunlik obedim tayyor bo'ldi. Buni xolodilnikka qo'yib qo'ydim va buni orasida 4 soat o'tib, mana chiyam ishib chiqdi. Buni ustiga ketma-ketlikda mevalarni solib chiqdim. Buni orasiga kefirga 4 osh qoshiq ovsyanka solib aralashtirib olib, orasiga o'sha aralashmadan ham soldim. Yog'siz kefir bo'lishi kerak, iloji boricha yog'siz yogurtdan foydalansangiz bo'ladi. Va buni ham solib, buni ustidan ketma-ketlikda yana mevali soldim. Bu 2 kunlik nonushta uchun bo'ldi. Iloji boricha ujinga bunaqa tayyorlab yemanglar. Ujinga faqatgina chiya bilan kefir aralashtirib yoki suv bilan aralashtirib yesa bo'ladi. Albatta tayyorlab ko'ring, sizga ham yoqadi degan umiddaman.